Haftada 700 km, trassada 8 km kerak bo'lsa, yuradigan Cobalt avtomobil tayyor bo'ldi. 65 talik gaz balon uстановка qilib berildi. 4 pakalikni original jihozlar bilan, programma praktikalar bilan kalkulyatorni qilib berildi. Bu avtomobilimiz mexanika bo'lgani uchun aka mashina o'chirib turing. Mexanika bo'lganligi uchun korobka pult programmalari bo'lmaydi. Original jihozlar bilan bitta tanishib o'tamiz. Blok upravleniyamiz Alex Optima blok upravleniyasi uстановка qilindi. Elektron sistema maptachik, sudachik, kurchatilgacha Polshaniki hisoblanadi. Blok upravleniya ham Polshaniki hisoblanadi. Mana shuni Toshkentda, endi ataylab aytaman, Toshkentda bitta do'stlar Xitoy deyapti ekan, ana shu xitoyligini keltirib bersin, buni polshaligini keltirib beramiz biz. Original Adax visokoskоростной farsonkalari hid chiqarmaslik uchun prozrachniy shlankalardan foydalandik. Original Nordic reduktorlar bilan uстановка qilib berildi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ta'kidlab o'tamiz, toshkentlik ustalarga bizning podozreniyamiz yo'q. Qo'lingizdan kelganicha bemalol bizning narsalarimizni yomonlayvering, biz ustolarga davom etamiz.